Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Men bugun kanalimga test tashladim. 8-misol, universitetga 8-misol sifatida kelishi mumkin misollarni test qilib tashladim va biz birinchi misol tahlilini ko'ramiz. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi nechta butun sonlar bor deyapti. Buni aniqlash soha olib bularni ko'paytirsak, shu ildizlarni ko'paytirsak, har doim musbat son chiqadi. Chunki ildiz osti manfiy son bo'la olmaydi. Chunki ikkita minus, masalan -1 ko'paytirilgan -1 bo'lsa, tenglik 1 bo'ladi-ku. Ildizdan hech qachon manfiy son chiqmaydi. O'shaning uchun aniqlanish soha bilan aytamiz. x kvadrat -6x plus 9 katta yoki teng 0 yo'q, teng yo'q ekan. Tengligini mana bu ishora hal qiladi. Agar teng bo'lsa teng, kichkina bo'lsa bo'shlik bilan qiladi. Ikkinchisida -x kvadrat plus 3x plus 10 katta 0 dan. Mana shuni yechamiz. Mana birinchisini yechadigan bo'lsak, bunasi x minus 3 ning qavs kvadratini beradi. Bu narsani agar sovuqda chizadigan bo'lsak, mana bu 3, bu ham musbat, ikkita musbat bo'ladi. Ammo bizda mana bu nuqta bor. Bu nuqta kirmaydi, chunki mana bu o'rniga 3 qo'ysak, 3 minus 3 tenglik 0 bo'lib qoladi, lekin bunda 0 sharti qanoatlantirilmaydi. Shuning uchun bunda x teng emas 3 qilamiz. Qolgan hamma shartni qanoatlantiradi. Birinchisini eshitdik, endi ikkinchisi. Bunda x minus x kvadrat plus 3x plus 10 katta 0 deyilgan. Bu narsani viyetga qo'yadigan bo'lsak, bu bilan buni ko'paytiramiz. Mana bu oldi 1 bo'lsa, 1 bilan 10 ni ko'paytirsak, minus 10 bo'ladi. x1 bilan x1 qo'shilgan x2 miz tenglik minus 10. x1 bilan ko'paytiramiz x2 ni tenglik 3. Mana shu shartni qanoatlantirgan son topamiz. Topish oson. Viyet teoremasini biladiganlar bu sistemani ko'p ishlaganlar biladi. Buni o'rniga minus x kvadrat plus 5x plus minus 2x plus 10 katta 0 dan. Mana x1 o'rniga 5, x2 o'rniga minus 2 qo'ydim. 5 ga plus 5 ga minus 2 ni qo'shsam 3 ni beradi, ko'paytirsam minus 10 ni beradi. Demak, to'g'ri. Mana 5x da plus 5x ga minus 2x qilsam plus 3x bo'ladi. Shuning uchun shu shaklda yozib oldim. Endi bu ikkovidan x olib chiqaman. Minus x olib chiqaman. X minus 5. Mana bu ikkalasidan minus 2 ni olib chiqaman. Minus 2 ni olib chiqadigan bo'lsam, ba'da x qoladi, minus 5 bo'ladi. Tenglik 0. Endi ikkalasida mana bu x minus 5 ni olib chiqaman. Tushunarliroq bo'lsin, birdan yozib ketib qoldim. Minus x minus 2 katta 0. Endi bizda shartda aytilyaptiki, biz mana bu ifodadan ikkalasidan ham minus 1 olib chiqamiz.
minus 1 ni olib chiqamiz. Olib chiqamizdan keyin mana bular plyus bo'lib ketadi. Mana bu yerda minus qoladi. Mana shu minusni tenglikni bu yoqqa o'tkazsak, mana bu ishorasi bu tarafga o'zgaradi. Chunki tengsizlikda ishlagan odam biladi buni. Agar tenglikni bu tarafidagi minus ko'paytmani bu tarafga o'tkazmoqchi bo'lsak, mana bu ishorani almashtiramiz. Endi oraliqqa qo'yamiz. Oraliqqa qo'ysak, minus 2 5 mana bu oraliqni qo'ysam, minus cheksizlik qo'yay. Minus cheksizlik bo'lsa mana bundan manfiy, minus cheksizlik bo'lsa manfiy. Manfiyga manfiyni ko'paytirsak, musbat bo'ladi. Demak, bu musbat, bu manfiy, bu musbat. Bizga nima kerak edi? Bizga 0 dan kichkina qiymat, ya'ni bu kerak. Yozamiz. X tegishli minus 2 dan 5 gacha. Nimaga dumaloq qavs qo'ydim? To'rtburchak qavs emas. Chunki bu yoqda 0 ga teng emas deyapti. 0 ga teng deganda mana buni to'rtburchak qavs qo'yadim. Hozircha teng emas. O'shaning uchun mana bu shartimizni aniq chizib olamiz. Biz aytyapti minus 2 5 nuqta bor. 5 nuqta bor. Bu shartimiz aytyapti men mana shu qiymatlarni qabul qilaman deyapti. Lekin bizda mana bu yerda aniqlangan soha bor edi. X teng emas 3. Biz mana shuni mana bu chizmada qo'yishimiz kerak. Mana bu yerda minus 3 bo'lsa, minus 3 deb 3 deganim. 3. Mana bu yerda 3 bo'lsa, bu narsa mana bu joyda qabul qilmaydi. Minus 3 javobini qabul qilmaydi. Shunda bizda x'imiz tegishli, yo'q, tegishli emas. Teng butun sonlarni yozaman. Minus 1 0 1 2 3 kirmaydi. 4 5 ham kirmaydi. Mana shu bizda javob. Birinchi savolimizni yechdik. Shunda bizda nechta? 1 2 3 4 5 5 ta ekan. 5 ta. Mana qaysi? A javob. Endi ikkinchi misolimiz. Ikkinchi misolimizda aytyapti butun yechimlar yig'indisini toping deyapti. Bizda ikkita ifoda berilgan qaus. Mana bu narsani biz hozir mana bu ko'rinishga yozib olamiz. Maxraj beramiz. Mana bunga maxraj beramiz. Birinchi yozib olay. X ko'paytirilgan ifodamizni yozib olamiz. 28 taqsim x minus 7 plus ildizda qaus ildiz ekan. Qaus minus 3 minus 2x ning kvadrati. Mana buni yapamiz. Katta teng 0. Endi biz mana bu ildizni soddalashtiramiz. Yozib olamiz. Birinchi mana bu ildizni yozib olamiz. Mana bu yoqqa. Mana bu yoqqa yozib oldim. Ne yozib olaman? Qaus ildizda minus 3 minus 2 x'imiz ning kvadrati
noldan katta yoki teng. Bunda mana bu kvadrat bilan ildiz qisqaradi, lekin bitta shart bilan. Mana bu ichidagi ifodamiz noldan katta yoki teng bo'lishi kerak. Qisqartiramiz. -3 - 2x moduli katta yoki teng 0. Modulni bir marta plus, bir marta minus qo'yib chiqsak, plusiga -3 - 2x katta yoki teng 0. Bunda ximiz katta yoki teng, mana bu -3imiz tenglik bu tarafga o'tsa, +3 o'tadi. Mana bu 2miz bu tarafga bo'lib o'tsa, -2 deb bo'ladi. Shunda 3 taqsim -2. Buning javobi shunday. Endi manfiyligida 3 + 2x katta yoki teng 0. Bizda mana bu adashaman. Hamma ham shu joyda xato qiladi. Mana shu o'rganing. Mana buni bu tarafga o'tkazganimizda -3 bo'ldi. Mana buni bu tarafga o'tkazayotganimizda bitta shart bilan mana bu narsani joyini almashtiramiz. Chunki mana buni oldida minusi bor. Shu minusi mana bu unga ta'sir qiladi, teskari qiladi. Shunda mana buni kichik yoki teng. Ikkinchisida 2x katta yoki teng -3. 3 ni tenglikni nariyoqqa o'tkazdim. 2 ni tenglikni nariyoqqa o'tkazsam, ishora o'zgarmaydi chunki musbat. -3 taqsim 2. Mana bu manfiyimiz ham yo'q. Shunda bizda buning yechimi shunday bo'ldi. Mana bu -3 taqsim 2 nuqtamiz, mana bu 3 taqsim 2 nuqtamiz. Bu aytayapti, mana tushuntirish uchun aytaman. Mana bu narsa katta belgisi-ku, katta belgisiga bitta bunday qilsangiz, buni bu tarafga ko'rsatgan strilga aylanib qoladi-ku. O'shaning uchun chiziqli qilmaydi, son o'qida tasviri bu tarafga qaragan ekan deb tushunsa bo'ladi. Bunisiga ham xuddi shunday, bunga ham bitta chiziqcha yozib qo'ysa, bu tarafga qaragan strilga bo'lib qoladi. O'shaning uchun buni ham bunday qilib bu tarafga chizsa bo'ladi. Endi ikkalasi ustma-ust bo'lgan joy, mana bu joy. Demak, mana bu modulli sistemamizning yechimi -3 taqsim 2 dan 3 taqsim 2 gacha ekan. Hozir mana bu katta yozib o'ribman-ku. Diagramda bilan tayyorroq qilib mana chekka yozib qo'yay. Endi bu endi biz mana bu ikkovini qisqartiramiz. Mana bilan buni qisqartirsak bo'ladi. Chunki biz mana bu yerda tenglik yechimini topib oldik. Shart berib, mana shu shartlar oralig'ida mana buni qisqartiramiz. 2x + 1 minus 6 taqsim x ko'paytirilgan ananas 28 taqsim x minus 7 plus bu yana kichkina qilish kerak nima bo'lar? Nariroq qilayapman. Endi yaxshi. Mana bu ikkovini qisqartirdik. Qisqartiramiz. Keyin yozamiz. -3 - 2x katta yoki 0. Bu 3 men kerak. Bunday qilib chizib qo'yay.
adashib ketmasligimiz uchun. Endi mana bu ifodamizga makhraj bersak, mana bunga x dan, mana bunga x dan, bunga bittadan. Endi yozamiz 2x kvadrat plus x minus 6 taqsim x ko'paytirilgan. Bunga ham makhraj beramiz. Bunga x, bunga ham x, bunga ham x. 28 minus 7x minus 3x minus 2x kvadrat taqsim x. Katta 0. Endi mana bu narsamizni ko'paytuvchilarga ajratamiz. Boyagi vet usulimiz bilan tepadagi misol ishladik. Ko'paytmasi mana bilan buni ko'paytiramiz. 12 ko'paytmasi minus 12 qo'shilmasi 4. Bu 2x kvadrat plus 4x minus 3x. Bu 4 bilan minus 3 ko'paytmasi minus 12 qo'shilmasi 1 minus 6 taqsim x ko'paytirilgan. Nima chizamanda? Mana bunga mana buni qo'shsam 10x beradi. Shuni birdaniga shaqqa yozib ketay. Minus 10x. Endi boyagi usulimiz bilan vet bilan bu bilan buni ko'paytirsak minus 56 bo'lsa shoshmang. Mana bu narsadan mana shu ifodamizdan minus 2 ni olib chiqsak bo'lar ekan. Hammasi minus 2 bor. Olib chiqamiz. Ko'paytirilgan minus 2 ni olib chiqsak, bu yerda nima qoladi? X kvadrat plus 5x minus 14 taqsim x katta 0. Mana bu narsamizni tenglikni bu tarafga ko'paytiramiz, ishorani o'zgartirish sharti bilan. Endi mana bunda 2x olib chiqamiz. 2x olib chiqsak, mana bundan, mana bu ikkovida mana shu. Mana bu ikkitali ifodamizdan minus 3 olib chiqsak, bu yerda qoladi minus 3 olib chiqsak, minus 3 ko'paytirilgan x plus 2 qolib ketadi. Bundan 2x olib chiqsak, x plus 2 qolib ketadi. Shunda x plus 2 taqsim x. Mana bu ko'paytirmani bu tarafga o'tkazsak, ishora o'zgaradi dedik. Ko'paytirilgan. Uzr. Biz qayta aytsak, vetda mana bu bilan buni ko'paytirsak, ba'da 1 bor. 1 kara 14 minus 14. Mana bu plus 5. Demak, ko'paytmasi minus 14, qo'shilmasi 7 bo'lishi kerak. Bu x kvadrat plus 7x minus 2x minus 14. Mana minus 2 bilan 7 ni ko'paytirsak 14 ni beradi, qo'shsak 5x beradi. To'g'ri bu. Taqsim x kichik yoki teng 0. Mana shu tushunarliroq bo'lishi deb o'ylayman-da. Birni yozib ketdim men ham. Mana bu ikkovidan 2x olib chiqsam, x plus 2 qoladi. Ko'paytirilib minus. Mana bundan minus 3 olib chiqsam, x plus 2 qoladi. Endi mana bu ifodamizdan x plus 2 ni olib chiqsak, qoladi 2x minus 3 taqsim x. Ko'paytirilgan. Mana bu ifodamizdan x olib chiqsak,
x olib chiqsak, x plus 7 qoladi. Mana bu ifodamizdan minus 2 ni olib chiqsak, minus 2 x plus 7 qoladi. Taqsim x kichik teng 0. Endi shunda biz ko'paytirib yozamiz. X plus 2 ko'paytirilgan 2x minus 3 ko'paytirilgan. Mana bu ifodamizdan x plus 7 ni olib chiqsak, x plus 7 ifodamizni olib chiqsak, qoladi x minus 2 miz. Endi katta joy chizamiz. X kvadrat kichik teng 0. Endi buni oraliqqa qo'yamiz. Oraliq katta chizay. Men 0 ga aylantiruvchi qiymatlarni yozib chiqaman. Mana buniki, mana buni 0 ga aylantiruvchi qiymati x tepasiga ko'tarib, x tenglik minus 2. Mana buniki x tenglik 3 taqsim 2, x tenglik minus 7, x tenglik 2. Tushungan bo'lsangiz, men bu qavs ichidan 0 ga teng deb olib, mana bu x larni topib oldim. Va har bittasini 0 ga teng deb oldimda x larni topib oldim. Endi biz mana shu x larni, mana bu x larni son o'qiga qo'yamiz. Eng kichigidan birinchi boshlaymiz. Eng kichigi bu yerda necha? Minus 7. Mana bu qolib ketibdi. Mana bunimiz x teng emas 0 demizda, tenglikni bu tarafiga o'tkazib yuboramiz. Teng emas 0 demizda, tenglikni nariga o'tkazib yuboramiz. Endi minus 7 keyingisi minus 2, minus 7 dan kichkinasi, minus 2 dan ozroq kattasi minus 2. Minus 2. Keyingisi 3 taqsim 2. 3 taqsim 2. Keyingisi 2. Mana 2 bo'lib, eng kattasi demak 2 ekan. Chizamiz. Minus cheksizlikni qo'ysam, mana bu yerda minus cheksizlik borki, mana minus cheksizlik kerak-ku. O'sha minus cheksizlikda mana bu o'rniga qo'ysam, mana minus bo'ladi. Mana bu minus bo'ladi, bu ham minus bo'ladi, mana bu ham minus bo'ladi, bu ham minus bo'ladi. Minusga ko'paytirsam, minusda mana bu narsa plus, minusga ko'paytirsam, minusda mana bu narsa plus. Plusga plusni ko'paytirsam, plus chiqadi. Demak, mana bu nimiz plus ekan. Bu minus bo'ladi keyin, bu plus bo'ladi, bu minus, bu plus bo'ladi. Bizdan nimani so'rayotdi? Bizdan 0 dan kichkina yoki teng masofalarni so'rayotdi. Biz yozib olamiz. X tenglik mana 0 dan kichkina joylari. Yozib olamiz. Minus 7, minus 2, minus 7, minus 2 birlashma 3 taqsim 2, 2. 3 taqsim 2, 2. 3 taqsim 2, 2. Va nihoyat biz mana buni topdik, javobda. Endi bizga nima sharti nima deyotdi? Tengsizlikning butun yechimlari yig'indisini toping. Butun yechimlari yig'indisi. Mana bu yerdagi butun yechimlar yig'indisini yozib olamiz. Bizda tepada shartdan bor edi. Minus 3 dan mana shu nariroq sal ketib qolibdi-ku. 2. Mana bunimiz ham 2. Minus 3 dan 2 gacha ekan.
Endi bizda hammasini agar birlashtiradigan bo'lsak, hammasini mana buni ham mana buni ham birlashtiradigan bo'lsak, shunday bo'ladi. -7 dan -2 gacha 3 taqsim 2 dan minusda 3 taqsim 2 dan gacha mana shu javoblar kiradi. Endi shuni ichidagi butun sonlarni yozib olamiz. X teng -7 kiradi, -6 kiradi, -5 kiradi, -4 kiradi, -3 kiradi, -2 kiradi. Keyin mana buni hisoblasak 1.5 bilan minusda 1.5 dan katta son -1. Demak -1 dan 2 gacha bo'lgan javoblarni yozib chiqamiz. -1 0 1 2. Mana bizda butun yechimlari soni. Bizda son emas, yig'indisini so'ragan ekan. -7 ga qo'shaman, -6 qo'shaman, -5 qo'shaman, -4 qo'shaman, -3 qo'shaman, -2 qo'shaman. Mana bu mana buni bu yoqqa qo'yay. Plus -1 plus 0 plus 1 plus 2. Buni hisoblaydigan bo'lsak -7 ga -6 -13 -13 ga -5 -18 -18 ga -4 -22 -22 da -3 -25 -27. Mana bu narsa -27 bo'lsa biz mana bu yerda xato qilganmiz. Uzr, endi sal charchaganmiz. Mana bu narsa bo'lmaydi. Sababi ana boyagi narsa bo'lsa, mana baqdagi narsa bo'lsa, mana modul ichi manfiy bo'lib qoladi. Shu sabab mana bu narsa bo'lmay qoladi. O'shaning uchun faqat mana bu yechim tengsizlikni qanoatlantiradi. Shunda mana bu chizmamiz, mana baqdagi chizmamiz xatoroq. Chunki mana bu yerda 3 taqsim 2 bo'lsa, mana bu yerda 2. Lekin bizda mana bu yechimlarni qabul qilaman deyapti. Mana shu yechimlarni qabul qilaman deyapti. Bu 2 aytayapti. 2 nima deyapti? 3 taqsim 2 ga qabul qilaman deyapti. Mana bularni qabul qilaman deyapti. Ikkita ustma ust bo'lgan joy mana bu. Mana bu ikkita ustma ust bo'lgan joy mana shu joy. Shuning uchun bizda mana bu narsalar bo'lmas ekan. Tak. Mana nol ham bor. Bir ham bor ekan. Chunki mana bu ifodamiz 1 taqsim 1.5 bo'ladi, o'shaning uchun 1.5 dan 1 kichkina, o'shaning uchun bu ham kiradi. Biz buni yozib oladigan bo'lsak, mana bu narsa yo'q. Endi nima?
Mana bu narsaning yig'indisi -5, -6, -5, -4. Kalkulatorga qo'shaveray. -7 ayrilgan -6 ayrilgan -5 -7 ayrilgan -6 ayrilgan 5 ayrilgan 4 ayrilgan 3 ayrilgan 2 ayrilgan 1 qo'shilgan 1 qo'shilgan 0. Shunda javobimiz -27 ekan. -27 javob bu javobimiz. Mana. Qaysi javob? C javob ekan. Bitta to'g'riladim. Qo'rqinchli ketdim misolam. Tushuntirish uchun yozdim, shuning uchun ko'p uzun bo'lib ketdi. O'rgan olgandan keyin juda oddiy mana bu narsani. Mana juda oddiy yechib qo'ysa bo'ladi. Kalada ham ba'zi joylarni yechib qo'ysa bo'ladi, prosta tushuntirish uchun buncha kattaroq yozib tayladim men. Endi 3-misolimiz. Bizda aytayaptiki, tengsizlikda butun ildizlari yig'indisini toping deb. Biz mana bu narsamiz, bizda mana bu narsamiz 0 dan katta yoki teng ekan. 0 dan katta yoki teng bo'lish uchun mana bu narsamiz musbat bo'lsa, bu ham musbat bo'lishi kerak yoki 0 ga teng bo'lishi kerak. Yozamiz. X qizil bo'ladi. X plus 1 taqsim x minus 2 ning qavs kvadrati. Mana shu narsani bunday qilaman. Kvadrat katta yoki teng 0. Mana birinchi shartimizni qo'ydik. Ikkinchisida mana bu narsamiz 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. 6 plus 5x minus x kvadrat katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Mana shu yechamiz. Sistema demak buni birinchisi bu ikkinchisi. Birinchisini yechadigan bo'lsak, birinchi mana bu narsani tenglikni bu tarafiga ko'paytirib o'tkazamiz. Bitta shart bilan. Mana buni qavslicha x minus 2 teng emas 0 degan shart bilan. X plus 1imiz katta yoki teng 0 ekan, bitta shart bilan. X teng emas 2. To'g'rimi? To'g'ri. Shunda x'imiz katta yoki teng -1. Birinchisini yechdik. Endi ikkinchisi nima deyapti? 6x mana buni birinchi yozib olayman. Bu kvadratda keyin x keyin ozod qadrini yozib olamiz. Ko'rinish osonroq bo'ladi. X kvadrat plus 5x plus 6 katta yoki teng 0. Buni yechish vaqti oson. Boyagi usulimiz v. Mana bu bilan -1 ni ko'paytirsak -6 bo'ladi. Mana bu 5imiz o'zi qoladi. Demak, shuni sontalashimiz kerak ekanki, a ga b ni qo'shsak 5, a ga ko'paytirsak b ni -6. Bu o'zimiz kalada hisoblasak ham a tenglik nima bo'ladi? A tenglik -3 bo'ladi. B tenglik bu plus adashdim. 6 mana bu -1. Mana kalada hisoblab topdik. Endi mana shu narsani olib borib mana qo'yamiz. -x kvadrat plus 6x mana yozdim xligi bilan, keyin minusligi bilan mana bu xligini qo'yishib ko'paytirib yozaman. -x plus 6 katta yoki teng 0. Biz mana bu narsadan mana bu
Mana bu ikkitali ifodamizdan minus x olib chiqsak, x minus 6 qoladi. Mana bu ifodamizdan minus 1 olib chiqsak, minus x minus 6 qoladi. Katta teng 0. Endi ikkala ifodamizdan mana buni olib chiqsak, x minus 6 minus x minus 1 katta teng 0. Endi mana bu ifodamizdan 0 olib chiqib, minus 1 olib chiqib bu tarafga ko'paytirsak, mana bu ishoramiz o'zgaradi, teskari bo'ladi. Chunki minusli sonni tengli nariga o'tkazganimizdan keyin mana bu ishoramiz o'zgaradi dedik-ku. X minus 6 x plus 1 ishora o'zgardi, minus kichkina yoki teng 0 dan. Endi son o'qiga qo'yamiz. Minus 1 6. Mana bu oralikda qo'ysak, minus cheksizlikda qo'ysak, mana shu oralikdan, mana minus cheksizlik qo'ysak, mana narsa manfiy. Mana bunga minus cheksizlik qo'ysak, manfiy. Ko'paytirsak, musbat bo'ladi. Musbat, manfiy, musbat. Mana bittasini topib olgandan keyin nariyoqqa shuni minusligi, keyin minus bo'lsa, shuni teskarisi plyusligi shuni ketaveradi. Bizdan nimani so'rayapti? 0 dan kichkina yoki teng joyini. Mana bu oraliq bizda yechim ekan. X tegishli to'rtburchak qavs, chunki mana bu tagida chiziqchamiz bor. Kichkina yoki teng. Minus 1 shu tengsizlikda 0 ga aylantiradigan qiymatni tushuncha olamiz. Minus 1 6. Mana endi biz mana bu ikkita yechimni bitta joyga yozib olamiz. Qanday chizamiz? Minus 1 6 deyapti. Mana bu ichi bo'yalgan, chunki kiradi. Minus 1 mana bu yerda 6 desak, 6 mana kiradi. Buni aytyapti minus 1 dan katta. Mana buni aytyapti, mana bu narsamiz aytyapti. Minus 1 dan katta deyapti. Minus 1 dan katta desak, lekin mana bu aniqlanish sohamiz aytyapti 2 ni olmayman deyapti. 2 ni olmayman deyapti. 2 shu yechim kirmas ekan. Demak, bizda yechim mana bu va mana bu oraliq bo'lgan. Chunki ikkita o'sma turgan joyda bizda yechim mana bu bilan mana bu bo'lar ekan. Shuni yozib olamiz. X tegishli dumaloq qo'yamiz. Minus 1 dan 2 gacha 2 kirmaydi, birlashma 2 dan 6 gacha. Endi bizda nima deyapti? Tengsizlikni, tengsizlikni butun yechimlari, butun ildizlari yig'indisini toping deyapti. Bizda x ning butun qiymatlari minus 1, 0, 1, 2 kirmaydi. Ba'dan 3, 4 va 6. 5 va 6. Mana bu to'rtburchak qavs yana tashkil etibman. Endi biz mana bu solani qo'yib chiqsak, mana shu narsani qo'ysak, mana unday qo'ysak, plus qiladigan bo'lsam, mana bu bilan bu qisqarib ketadi. Qisqarib ketadi mana bu bilan bu. 3 ga 4 qo'ysam 7, 7 ga 5 qo'ysam 12, 12 ga 6, 18. 18 ekan javobimiz. Oshno hech bormi? A javobda berilgan ekan. Mana bu adashib ketibdi. Funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli undan kichik butun sonlar o'rta arifmetikini toping deyapti. Biz bilamiz, ma'lum, hammaga ma'lum. Bilmaganlar uchun aytib ketaman. Ildizlicha hech qachon manfiy bo'la olmaydi. Demak, bizda x
x minus 2 modulda x katta yoki teng 0 deb ishlaymiz. Bitta shu. Mana bu narsamiz har doim 0 dan ketdi, o'shaning uchun bu yoqqa o'tkazamiz, lekin bitta shart bilan x'imiz katta yoki teng 0 deb. Mana endi bu narsamiz bu yoqqa o'tkazdik, ketdi. X minus 2 miz katta yoki teng 0. Mana bu narsa qoldi. 2 ni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsak, x katta yoki teng 2 ekan. Endi buni chizamiz. Mana bu 0 chizamiz. Mana bo'yalgan, dumaloq ichi bo'yalgan bo'lsa kiradi degan to'g'ri qilamiz. 0 ketadi. Ketadi. Mana bu yerda 2 ketadi. Lekin misolimiz aytayapti. Misolimiz aytayapti, o'ndan kichkina butun sonlar deyapti. Bu misolimiz o'zi mana bu son o'qida chizib qo'yibmiz. Mana bu yerda agar 10 bo'lsa, 10 bo'lsa, shuni chizib qo'yibdi mana bu yerda. Bu taraflar qabul qilmaysizlar deb chizib qo'yibdi. Endi bizda noiloj mana shu yechimni qabul qilamiz. Mana bu yechim. O'zi ham bir telefonda yozyapman, o'shaning uchun sal menga qiyin yoza olmayapman. Yechim bo'lsa x'imiz tegishli 2 dan 10 gacha. 10 kirmaydi, lekin butun sonlar shunda 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 olamiz. To'qqiz olamiz. Shunda taqsim qani? Taqsim. Lekin bizda bitta no tarafi bor. Hamma ham shu tarafda tarif ketadi. Biz mana bu shartni berayotgan paytimiz, mana bu x o'rniga 0 qo'ygan paytimiz 0 ga teng bo'ladi. O'shaning uchun mana bu yerda mana bu tarafda bo'lmasa ham, mana bu taraf 0 qiymatimiz, mana bu x'imiz o'rniga qo'yganimizda 0 dan katta yoki teng bo'ladi. 0 ga teng bo'ladi. O'shaning uchun mana bu yoqqa plus 0 deymiz. Chunki tenglamani bitta yechimi bu ham. Taqsim necha son bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da. 9 taqsim 9. Mana bu narsamiz 44 taqsim 9 ni beradi. Shunaqa yechim bormi? Mana sizga javobni berilgan ekan. Keyingisi Ama to'g'rilab qo'yay. Bizda aytyapti. Tengsizlikning nechta natural yechimi bor deyapti. Yoza olamiz. X minus 80 taqsim 2 kichik yoki teng 2 dan. Mana 80 ni 2 ga bo'lsak 40 bo'ladi. X minus 40 kichik yoki teng 2. Mana bu 40 imizni tenglik nariyoqqa o'tkazamiz. Bu ko'paytiruv bo'lmagani uchun mana bu ishoramiz almashmaydi. Agar mana bu yerda mana qavs olinma vaqtida ko'paytiruv belgisi bo'lsa, mana buni bu tarafga o'tkazayotganimiz bo'luv 40 bo'ladi, minus 40 bo'lardi va ishoramiz bu tarafga almashardi. Lekin bu yerda minus, o'shaning uchun almashmaydi. X kichik yoki teng 42. Tengsizlikning nechta natural yechimi bor deyapti. Natural sonlar son o'qida, masalan son o'qida mana bu yerda 0 bo'lsa, 0 qiymati bo'lsa, natural sonlar mana shu 1 dan shu mana bu cheksizlikgacha oladi. Lekin bizning yechimimiz mana bu yerda 42 bo'lsa, mana bu yerdan nariyog'ini olsa, shu yechim bo'ladi. Mana 1 dan boshlab 42 gacha, 40 ta son bo'lganligi uchun, 40 ta natural son bo'lganligi uchun bizda javob natural sonlar degani uchun mana 42 bo'lar ekan. Mana tahlilni ham tugatdik.
kanalga tashlab qo'yaman videosini. Mana bu yozganlarimni ham PDF qilib tashlab qo'yaman. E'tiboringiz uchun rahmat.